Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun To'rtko'l tumanimizda yo'l transport hodisalarini oldini olish, ya'ni avariyalarni oldini olish maqsadida GAI xodimlari, hamma PPS xodimlari bilan To'rtko'l tumani bo'ylab avtokarvon tashkil etildi. Demak, videolarimizni boshladik. Avtokarvon tashkil etilgan maqsad To'rtko'l tumanidagi avtoavariya ko'payib ketdi. Har kun kamida 3-500 orasida avtoavariya bo'lib turibdi-da. Bu avtoavariya degan narsa hech kim kutmaydi, hech kim avtoavariya qilaman bugun, shu birovni qoqib qo'yaman, yo bir mashina urib qo'yaman deb chiqmaydi. Lekin bexosdan ehtiyotsizlik oqibatida, e'tiborsizlik oqibatida kelib chiqadi. Kecha Lenin ko'chadan o'zingiz bilasizlar, o'zi 2 polosali yo'l, 2 kishidan 4 polosali. Bir polosa postoyanda shu yerda istagan bo'lmagandan keyin band bo'ladi. Lekin shu o'rtasida ovoz. Shu yerda postoyanda odamlar kelib turib, shu yerda avariyanka haqiqatdan to'xtab turib odam oladi. Bu avariyanka haqiqatdan narsa halol narsa aytaman degan narsa emas. U odi bilan aytib turibdi. Avariyning situatsiya bo'lgan vaqtida bu narsa yoqilib kerakda. Shuning uchun bir e'tiborli bo'laylik, iltimos sizlardan. Hozir bu radarlar ham yana qo'shilish arafasida prokuraturani o'tgan yili toza radar qo'yilib turibdi. Bu tezlik oladi. Qo'shimcha yana remen, telefon olish ehtimollari bor, lekin hali qo'shilgan yo'q, lekin hali test rejimda ketib turibdi. Qolgan radarlarimiz hammasi ishlab turibdi. Avtokarvon aytamiz hozir. Ko'chalarni aylanib yurib ko'rsatamiz. 2025-yil 17-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida avtokarvon o'tkazildi. Hurmatli fuqarolar, yo'llarda harakatlanayotganda yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'raymiz. Unutmang, sizni oilangiz kutmoqda. To'rtko'l tumani bo'ylab shunday karvon tashkil etildi. Bugungi mavzu, ya'ni yo'l transport hodisalarini oldini olish, avariyalarni oldini olish maqsadida.